2025-yil demak mart bemorimizda shunaqa muammo bo'lyaptiki, bu ishemik ensefalopatiya. Ko'pchilik o'ylaydi, ishemik gipoksidskiy ensefalopatiya bo'lsa, unga kislorod yetishmayapti ekan deydi. Bu yolg'on. Kislorod yetishmayapti emas, bu yerda yallig'lanish hisobiga yallig'lanish hisobiga modda almashinuv buzilib, shu yerga keyin ozuqa yetishmayapti. Tushundingizmi? Ozuqa yetishmagani uchun shunaqa deyilyapti. Здесь идет гипоксическая энцефалопатия. Слово гипоксический сразу вызывает такую ассоциацию, что нужно давать кислород. Нет, здесь идет сильный воспалительный процесс. За счет воспалительного процесса идет значит, нарушение метаболизма головного мозга, и вот так мозг постепенно нейродегенерируется. Они miya yemirilib ketyapti. Что плохо, здесь mozhichok yemirilyapti, mana mozhichok. Endi xuddi shunaqa bir bemorni davoladik Namangan viloyatida. Mana mozhichok ketgan, miya ketgan, gipoksidskiy ishemik ensefalopatiya bu o'ziga xos bosqichlari bor-da. To'xtatib turib yaxshi qolishi ham mumkin. Agar tez shamol ursa to'xtatmasdan kuchayib borishi ham mumkin. Va komaga va o'limga olib kelish darajasi ko'p bo'ladi, ayniqsa 1 yoshgacha bo'lsa. Endi mana shu mozhichokda yemirilgan joyi ko'rinib turibdi, oqarib, mana o'sha yemirilgan joydagi defekt, kistasimon kengayish. Endi mana o'sha miyada oq modda keyingi joyda rivojlangan, qolgan joyda yo'q. U Namanganlikda vobshe yo'q. Endi tutqanoqqa kuniga 3-4 marta bo'lyapti-da va shu tutqanoq berib uxlab turganda ertalabda yotgan holatda ayasi dori beryapti. O'shundan keyin nima deydi, dori ovqatiga ichiga ketib, sizlarda ham shunaqa bo'lyapti hozir. Mana ko'rsatib qo'yaman. Taki ichi yutinish qiyin bo'ladi, to'g'rimi? Yutinish qiyin bo'lib xirillab qolyapti. Mana bunaqa infiltrativniy pnevmoniya berib yuboradi. Pnevmoniya infiltrativniy. Endi bitta narsaki, qaysi birini birinchi davolash kerak? Tutqanoqdan o'lib qolish darajasi ko'pmi yoki pnevmoniyadanmi? Albatta tutqanoqdan o'lib qolish darajasi ko'p. Chunki miya yemirilib ketgan ekan, hamma tana a'zolaringiz miyaga ishlaydi. Tushundingizmi? Hamma tana a'zolaringiz miyaga ishlagandan keyin miya ishlamay qolsa, tana a'zolari ishlamay qoladi. Jumla yutinish yo'qolib, o'pka ishlamay qoladi. Keyin turli-tuman kerak emas miyani oziqlantiradigan dorilar bersangiz, nima qo'llaringiz yaqinlanadi. Mana cerebralizin, activigin, cortexin, sitokanin olsangiz, buyrak tugaydi, buyrak o'pkaga beradi, o'pka yurakka, keyin miyaga beradi. Shundan bola hushidan ketadi, komaga tushadi, o'lib qolishi ehtimoli. Shuning uchun sizlarga to'g'ri parvarish qilishni o'rgatamiz. Hozir qanaqa qilib so'skalarda emishni ham o'rgatamiz. O'tgan safar shu namanganlik chortog'idan ekan o'rgatdim, lekin baribir parvarish noto'g'ri, problemaga tushib qolib, bizdan bo'ldi, keyin so'kib berdim. Tutqanoqni to'xtatib bersam senlarni. Komadan ham chiqyapti hozir. Sen o'zing o'pkasiga tiqib qo'ysang, yana boshqa doktorga ketib qolsang, ya seni bizarkanni qilmasang, intizomsiz davolansangiz davololmayman. Aytganimni, men aytganda kel deganda kelish kerak, ket deganda ketish kerak. Kel deganda kelmagan. O'shuning uchun shuni aytsangiz, keyin davolab yaxshi qilib beramiz. Endi sizdan oldingi bemornikini tiklanibdi, ko'rdingizmi? Ko'rsatib berdik. Ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi? Rasmga oldik, kim ko'rdi? Olib chiqarib yubordik va men tiklanibdi, sensatsiya deb. Xo'p, sizga ham tiklanishi mumkinmi? Agar bolangiz tiqilib qolmasa, o'pka shamollab qolmasa, parvarishni zo'r qilsangiz, virusli kasalliklar bilan og'rimasa, bu tirilib ketishi mumkin. Chunki har doim umid bilan yashash kerak. Lekin biz xudo emas, ertaga kasallikda alamini, ya'ni yo'q miyani alamini mendan oladigan bo'lsangiz, lutfu davolanib beradi. Chunki Namanganda shunaqa ko'p chiqib qolyapti. Shu Namanganlarni yig'ishtirib qo'ysammi, davolashsam degan fikr kelib qoladi. Shu bitta doktor keladi, nima qildi? Mol tushunmaydi o'zi. Nima qildi, ana qildi, mana qildi deb gapiradi. O'zi borsangiz bir narsa kallasida yo'q.
Masalan, telefon qilyapti 1 million 300 mingga nima qildi deb. Doktor, sen 1 million 300 gapirma. Sen o'zing zo'ntni qo'y, jo'nat. Zo'nt qo'yib ber desang, olib qolyapti, men davolayman. Eplolmasdan bizga jo'natyapti. Biz yomonlar. Ha, sening tutqanog'ing qoldi, yaxshi bo'lib qoldi. Zo'nt qo'ygan ekan. Zo'nt qo'ydirasiz birinchi. Yo, zo'nt qo'ydirmayman desangiz, unda hozir menga emizadigan nimangizni olib kelasiz. O'zingiz yemadimi yo nimani? Kashasini ko'raman, aytib tushuntirib beraman. Kelishdikmi? Kashasi yoqmasa, ko'p yoqmaganda almashtirish ham bo'ladi-da. Yo'q, kashani yoqmaganligi to'g'risida gap ketmayapti hozir. Yo'q, mana hozir kasallikka ham o'sha narsa bog'liq demoqchiman. Hozir eng muhimi yutinganda ovqat o'pkaga ketmasligi kerak. Chunki o'pkada yiring bor. U kasha yoqadimi, yoqmaydimi, qoniga tushib qolsa, qonidan yoqmasa ichi o'tib bezovta qiladi. Endi ichi o'tmagan bo'lsa, va hozir qanaqa kasha yeyishingizni ham tushuntiramiz. Lekin shu to'g'ri ovqatlantirmasangiz muammo. Keyin ovqatlantira olmasdan tiqiltirib qo'yib, eriga aytganini qo'rqadi, indamay turaveradi. Eri doktor aybdor deydi, qandash urg'ayam deydi. Birinchi kuni tushuntirganman ikkita quda tomonga. Endi kechqurun to'rda borib ko'rib keldim, kechqurunda. Nazarchenya qilib keldim. 3,5 ton borib keldim. Endi mayli, Xudo insof bersin. Lekin qasd qilgan bo'lsa, hamma duolar, bemorlar duo qilyapti, o'ziga nima qilsinlar. Shuning uchun tushuntirib qo'yapman. Gapimni tushundingizmi? Siz olmaymiz, lekin tushundim deb qo'ying. Tushundim. Tilxatlarni yozdirib qo'yasizlar, davolashni boshlaymiz. Alloh shifo bersin, shifolarni ko'rsatin.